Serinda O'zbekiston kompaniyasining mahsuloti antiskler. Bu mahsulot qovoq go'shtining quruq konsentratsiyasi bo'lib, yordamchi moddalari kraxmal, laktoza, mikrokristallin sellyuloza, shakar kukuni, vitaminlardan B guruhi va A, C, E vitaminlariga boy. Minerallardan mis, magniy, marganet, temir, kaliy va foliyga boy. Mahsulot arterial gipertenziyada, kardiosklerozda, aterosklerozda, oshqozonda yog' dimlanishi, gepatit, hazm tizimini yaxshilashda va disbakteriozda, jigarni alkogol va dori vositalaridan himoya qilishda, shamollash va virusli kasalliklarda, kontakt linzalardan foydalanishda, kompyuterdan uzoq vaqt foydalanishda, ko'rish qobiliyatining pasayishida, terining qurishida, autoimmun kasalligi keltirib chiqaruvchi psoriaz, revmatoidli artrit kasalliklarida, qariyalarda uchraydigan Alsgeymer va Parkinson, ya'ni titroq falaji kasalliklarida oldini olish va davolashda bitta tabletkadan kuniga 2 mahal ovqatlanishdan so'ng qabul qilish tavsiya etiladi.